Kuz fasli ham keldi, qovoqlar pishdi. Bugun sizlarga issiq va sovuq holda ham yeyiladigan, og'izda eriydigan qovoq somsa retseptini tayyorlab ko'rsataman. Idishimizga unni elakdan o'tkazib, ustiga 2 osh qoshiq yog' solib, 1 stakan tayyorlab olgan sho'r suvimizni qo'yib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Xamirimiz tunguncha qovoqlarni po'stini artib, ichlaridagi danaklardan tozalab, qirg'ichda qirib olamiz. Piyozlarni yuvib qapparak qilib to'g'rab olamiz. Qovoq somsa uchun ketgan mahsulotlar ro'yxatini video ostida yozib qoldiraman. Tuz, murch va qizdirilgan sariyog' solib, qiymamizni qorib, bir chetga qo'yib qo'yamiz. Men qovoq somsa uchun ustiga qiymali aralashma tayyorladim. Agar sizlar ham xohlasanglar, tayyorlab, xuddi shunaqa qilib dasturxonga tortishinglar mumkin. Qovoq somsani kam harchgina qilmoqchi bo'lsanglar, pishgandan keyin ustiga oddiy sariyog' surib, dasturxonga tortsanglar ham bo'ladi. Oldindan tayyorlab qo'ygan xamirimizni mushlab yoyib, o'rtacha qalinlikda 15 cm ga 15 cm kenglikda qilib kesib olamiz. Xamir qorish jarayonida solgan yog'imiz xamirimizni shunaqa tiniq chiqib, yirtilib ketishidan asraydi. Xamirlarimizni yoyib, ichiga qiymalarimizni to'ldirib solamiz. Videoda ko'rsatilgandek chetlarini bukamiz, listga teramiz, gaz pechiga 20 daqiqaga yuboramiz. Qovoq somsalarni qiymali aralashma bilan bezaymiz. Bu usulda siz ham sinab ko'ring, menga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'ying.